Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Ishonch gazetasining 2025-yilning o'tgan davri mobaynida nashr etilgan sonlari turibdi. Ushbu gazetada ko'plab dolzarb mavzudagi materiallar o'quvchini, gazetxonni fikrlashga, mushohadaga, mulohazaga chorlaydigan materiallar e'lon qilingan. Ishonch muxbirlari jamiyatimizdagi mavjud muammolarni dadil, qo'rqmasdan, mahorat bilan ko'tarib chiqayotgani e'tiborga molik. Ta'kidlash joiz, keyingi paytlarda bosma ommaviy axborot vositalarida tanqidiy tahliliy o'qishli materiallar, maqolalar ko'payib bormoqda. Bu ham mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ochiqlikni ta'minlash, matbuot va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar samarasi desak to'g'ri bo'ladi. Endi dasturimiz maqsadiga o'tsak, Ishonch gazetasining joriy yil 3-iyun sonida Ishonch muxbiri G'ulomjon Mirahmedovning poytaxt ko'chalaridagi pulli parkovka sarlavhali tanqidiy tahliliy materiali chop etilgan. Unda Toshkent shahridagi avtomobil to'xtab turish joylari, ulardagi narx-navoning qimmatligi xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda tahlil etilgan. Parkovka tashkil etish bo'yicha o'tkazilgan auksiondagi adolatsizlik haqida yozilgan. Ushbu maqola e'lon qilingan gazeta Toshkent shahar hokimligiga yo'llangan tahririyat xatiga ilova qilib jo'natilgan. Oradan 2,5 oycha vaqt o'tib, Toshkent shahar hokimligi huzuridagi mas'ul tashkilot tomonidan ishonch tahririyatiga javob xati keladi. Xatni rus tilida yozilganini qanday tushunish mumkin? U ham mayli, xatda hammasi joyidadek tuyuladi, ammo savol tug'iladi. Toshkent shahar hokimligi huzuridagi mas'ul tashkilotning javob xati Ishonch gazetasi tahririyatini qoniqtiradimi? Ishonch gazetasining joriy yil 6-sentyabr kungi sonida e'lon qilingan javob yana savollar tug'dirmoqda sarlavhali tahririyat materiali bilan tanishib, javob xati ishonchni qoniqtirmaganini anglaymiz. Ushbu materialda mutasaddilarga davlat tili, ya'ni o'zbek tilida so'rov yuborgandik. Nima uchun ular bizga rus tilida munosabat bildirishdi? Unda ham arzigulik gap yo'q. Xo'sh, buni qanday izohlash mumkin? Axir bu qonunga rioya etmaslik, uni pisand qilmaslik emasmi? Kabi tahririyat savollari yo'llanadi Toshkent shahar hokimligiga. Jamoatchilik nazorati vakillari sifatida Ishonch gazetasida ko'tarilgan masala yechimi bo'yicha Toshkent shahar hokimligi, hokimlik huzuridagi mas'ul tashkilotlar tomonidan qanday ishlar bajarilgani, ayni kunda bu borada qanday ishlar amalga oshirilayotganiga aniqlik kiritish, boshqacha aytganda uyushma surishtiruv o'tkazish maqsadida O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi xodimlari poytaxt hokimligida bo'ldi. Ma'lumki, poytaxtimizda yo'l bo'yida pulli parkinglarni tashkil qilish tajribasi may oyidan ishga tushgan. Ya'ni maqola chiqqan payti yangi loyiha bo'lgani uchun hammaga ham unchalik tushunarli bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda pulli parkinglar borasida qator ko'rsatuvlar olindi, tushuntirishlar berildi. Shu jumladan o'sha maqolada ko'tarilgan savollarga javob berilgan. Lekin aynan Ishonch gazetasi deb eslanmagan bo'lishi mumkin. Rus tilida berilgan javobga kelsak, bu xat tegishliligi bo'yicha poytaxt parking kompaniyasiga, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatiga jo'natilgan. Ya'ni shu pulli parkinglarni tashkil qilish bo'yicha mas'ul bo'lgan, tender yutib chiqqan mas'uliyat cheklangan jamiyatiga yo'naltirilgan va mas'uliyat cheklangan jamiyat rus tilida javob bergan ekan. Bundan Toshkent shahar hokimligining xabari bo'lmagan. Kelgusida tashkilotga barcha so'rovlarga davlat tilida javob berish tavsiya etiladi. Shuningdek, narx-navolarga kelsak, narx-navolar 3 mingdan 12 ming so'mgacha belgilangan, ya'ni poytaxtning markaziy ko'chalarida qimmatroq, chekkaroq joylarda arzonroq qilib belgilangan va bu narx-navolar o'z-o'zidan kelib chiqmagan. Bu bir nechta tashkilotlarning hamkorlikda o'rganilib, xalqaro tajribalarni o'rganilib belgilangan narxlar. Bunda Toshkent shahar hokimligi, Toshkent Invest kompaniyasi, yo'l harakatini xavfsizligi boshqarmasining mas'ullari va boshqa qator tashkilotlarning ishtiroki mavjud va bu narxlar eng maqbul deb berilgan va hokim qarorida aks etgan. Hozirgi kunda qator
e'tirozlar o'rganildi. Xususan, eng katta e'tiroz shu pulli parkinglar joylashgan hududda yashaydigan aholidan tushgan. Ya'ni ular o'z mashinasini qo'yib bir necha soatda 10 yoki 12 ming so'mdan to'lash albatta og'irlik qiladi. Shu jihatdan Toshkent shahar hokimligi tomonidan bu masalani hal qilish, ya'ni rezidentlik ruxsatnomasini joriy qilish ishlari boshlangan. Choralar ko'rilmoqda. Bu tegishli qaror chiqqanda shu manzilda istiqomat qiluvchi aholi uchun kechki payt, ya'ni kechqurun 6 dan ertalabgacha to'xtash joyi bepul bo'ladi. Bayram kunlari, dam olish kunlari bepul bo'lishi yoki kunduzgi paytda to'liq summa emas, qisman to'liq joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bu borada yangiliklarni tez kunda ulashamiz. Toshkent shahar hokimligi mas'ul xodimi Gulnoza Qosimovaning intervyusidan shuni anglash mumkinki, Ishonch gazetasida ko'tarilgan masalalar, muammolarni bartaraf etishga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Bunga matbuotning kuchi, ta'siri turtki bergani e'tiborga molik. Ommaviy axborot vositalarini biz jamiyat ko'zgusi deymiz. Shu o'rinda ulug' jadid bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning millat uchun oyna kerak, toki undan o'z qabohatini, o'z malohatini ko'ra olsin degan so'zlari yodga tushadi. Oynada, demakki, matbuotda aks etgan kamchiliklarni bartaraf etish masalasiga kelsak, bu mutasaddilarga qolaversa hammamizga katta mas'uliyat yuklaydi. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi barcha vazirlik, tashkilot, korxona rahbarlariga ommaviy axborot vositalarida yoritilgan o'z sohasiga tegishli tanqidiy tahliliy materiallarga bee'tibor bo'lmasdan tahririyatlar so'roviga o'z vaqtida to'liq javob berishi hamda muammolar yechimiga jiddiy e'tibor qaratishi zarurligini eslatadi. Zero yangi O'zbekistonimiz taraqqiyoti ta'minlanishida ayni masala muhim ahamiyat kasb etadi. Salomat bo'ling.